Xalqaro jinoiy ishlar sudi Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchiligini tekshirishni boshlash uchun texnik ko'p isbotga ehtiyojli ekanligini e'lon qildi. Muhofizachi gazetining xabar qilishicha, Xalqaro jinoiy ishlar sudi texnik ko'p isbotga erishish uchun deloni ochiq tutadiganligini bildirgan. Gerçi Xitay Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga imzo qo'ygan a'zo davlatlarning biri bo'lmasa-mu, ammo sudga irqiy qirg'inchilik ayblashlarini elib kelganlar Tojikiston va Kambodjadan majburiy holda Xitoyga elib ketilgan Uyg'urlarning arxivini sungan. Egilinishcha Tojikiston va Kambodja Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining ahdnomasiga imzo qo'ygan a'zo davlatlar ekan. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Xitoyning Uyg'urlarni majburiy qaytarib ketganligiga oid texnik ko'p isbotlarni talab qilgan. Tayland amaldorlari tarafidan Xitoyga qaytarilish uchun Bangkokdagi ko'chmanlarni qaytarib etish markaziga elib kelingan bir Uyg'ur Amerika doiralarining tirishchanligi natijasida Amerikaga yetib bordi. Dünya Uyg'ur qurultiyining ijroiya raisi Ömer Qanat o'zining ijtimoiy aloqa to'rida ham berilgan uchurga qaraganda 1 yil Tayland turmasida tutib turilgandan keyin Xitoyga qaytarilmoqchi bo'lgan Uyg'ur yosh Amerika doiralarining aralashishi bilan 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kuni Washingtonga yetib borgan. Ömer Efendi uchurida buning Xitoyning ziyonkashligidan qochib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga panohlangan va Taylandning har qaysi tutib turish o'rinlariga qamalgan boshqa Uyg'urlarga nisbatan bir umid ekanligini ta'kidladi. Xitoy بىلۇمبېرگنىڭ Beijing ishxonasining xizmatchisi Xazifanni davlat bexatarligiga tahdid solgan deb gumon qilib qo'lga olgan. Fan familiyalik oldingi dushanba kuni atgan soat 11:30 atrofida o'zi ishlagan tahrirlarning biri bilan aloqalashgan. Uzoq o'tmay fanning puxrochi kiyingan bexatarlik xodimlari bilan uydan ayrilganligi ma'lum bo'lgan. Fan familiyalik g'oyib bo'lgan 4 kunda بىلۇمبېرگ fanning izdirgi haqida Xitoy hukumati va Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasidan uchur talab qilgan. Egilinishcha, fanning oilasiga 24 soat ichida uning qo'lga ilinganligi haqida uchur yetkazilgan bo'lsa-mu, lekin بىلۇمبېرگ agentligi yakshanba kuni ondan uning davlat bexatarligiga tahdid yetkazish jinoyati bilan ayblanib, qo'lga ilinganligidan xabar topgan. Xitoyning Hong Kong alayida ma'muriy rayonida axborot magnati va demokratiyani tashabbus qilguvchi Jimmilay davlat bexatarligiga ziyon yetkazish bilan ayblangan. Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, bir soqchi amaldori Layning davlat bexatarlik qonuniga asosan chet el kuchlar bilan maxfiy hamkorlashish orqali davlat bexatarligiga ziyon yetkazish bilan ayblanganligini aytgan. Egilinishcha, Lay va uning 10 xizmatchisi 10 avgust davlat bexatarlik qonuniga xiloflik qilish va chet ellar bilan hamkorlashish jinoyati bilan qo'lga ilingan. Ammo 2 kundan keyin kepillikka qo'yib berilgan. Qozog'istonning Turkiyadagi bosh elchisi Abzar Saparbekoli Turkiyaning Sharq va Osiyo ijivitish siyosati haqida to'xtalganda, Qozog'iston har xil kasblarni ishlab chiqarishdagi arzon xom ashyoning manbasi. Ularning hammasini fursatga aylantirib, kuchli Turkiya sanoatining ul aslahasi oldiga ilib kelalaymiz. Turkiya sanoatchilari Qozog'istonni bir bozor qilib tanlasa bo'ladi dedi. Saparbekoli Qozog'iston mustaqilligining 29 yillik munosabati bilan o'tkazilgan Qozog'iston va Turkiya o'rtaq axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy virusi vabosi mezgilida ikki davlatning o'zaro hamkorligini davomlashtirganligini aytdi. Organik dehqonchilik sohasida Turkiya bilan yaxshi bir hamkorlik elib berayotganligini tilga olgan bosh elchi, bu sohada tijorat qilayotgan Turkiya shirkatlarini Qozog'iston organik dehqonchilik strategiyasi bilan birga ishlashga taklif qildi.